Assalomu alaykum kitobsevar kitobxonlar. Ohangaron shahar axborot kutubxona markazi sizlarga yozuvchi Nuriddin Ismoilovning Hofiz nomli kitobini o'qishni tavsiya etamiz. Ushbu kitobdan yozuvchi Nuriddin Ismoilovning Hofiz hamda Shiqir qissalari o'rin olgan. Hofiz qissasida yozuvchi Bekali ismli mashhur san'atkorning boshidan kechirganlarini badiiy tasvirlagan. Asarni o'qir ekansiz, hamma havas qiladigan insonlar ham mashhurlikdan esankirab qolishi, hayot sinovlari oldida ojiz qolishi mumkinligiga amin bo'lasiz. Shiqir qissasida esa to'satdan boyib ketgan oddiy jurnalist yigitning hayoti qalamga olingan. Shohona hayotdan baxtiyor yurgan kunlarning birida bu yigit noma'lum dardga chalinib, ko'zi ojiz bo'lib qoladi. Shundan keyin u uchun hayotning og'ir sinovlari boshlanadi. Boylik ham, xotini ham unga vafo qilmaydi. Ko'chada yo'lini topolmay ojizona tentirab yurganida yana omad kelib boqib, u oldingidan-da katta boylikka, sadoqatli yorga yetishadi. Salomatligini ham tiklaydi. Asarni o'qisangiz, bu voqealar